bilan elini qilog'i. Bu yerda sening eshitgan yangilikni. Ha, işte bizde qishlog'imizga dinamit bombalarni tashlab, bizde qishlog'imizni yo'q qilib Shuning uchun bunker qurishimiz kerak. Sizlar ham bunker quryapsizlarmi? Biz shaharga ko'chib ketamiz, bu qishloqda yashamaymiz, biz ketamiz. Ahay, men bo'lmasa bunker qurib olayin, ha? Ha, sen ketmaydigan bo'lsang, bo'lmasa yur ketdik. Yo, men bo'lmayman, o'zlaring ketavringlar. To'xtanglar, bo'lmay men hozir bu bitta sehrgardan bitta kreativ damlamasi bor edi. Assalomu alaykum sehrgar aka, menga kreativ damlamasini berib tura olasizmi? Mayli, berib turaman. Pulini keyinroq keyin qishlog'imiz ta'mirlangandan keyin bersang bo'ladi. Xo'p, kreativ damlamasini bering. Xo'p, ol, xo'p. Rahmat amaki, kreativ damlamasini berganingiz uchun. Qishloqni ta'mirlanib bo'lgandan keyin unaqa meteorit tushayotgan-ku, dinamitlar portlash bo'layotgan-ku qishloqda. O'sha o'tgandan keyin qishlog'imiz ta'mirlangandan keyin bersang bo'ladi. Pulini o'sha payt berib olaman, ha? Do'stlar, men bunker qurmasam bo'lmaydi shekilli. To'xtanglar, men bunker quray. To'xtanglar, video qurib bo'lmaydi. Mana shu yerga boyagi amakidan oldim endi. Shu yerdan quramiz. Mana shu yerdan asta-sekin bilan qurib boramiz. Do'stlar, bunkerni qurib bo'lganimdan keyin videoni nima deydi? Esimga tushib. Bunkerni qurib bo'lgandan keyin videoni qo'yib yuboraman, ha. To'xtab turinglar. Do'stlar, to'xtinglarda men kiyib olay, dinamit bo'lishi kerak. Bizning nomimizga qayerdan dushmanlar bor edi-da, 13-qishloqni yo'q qilmoqchi. O'sha 13-qishloqni yo'q qilishmasligi uchun kiyimlarini kiyib oldim. Men oltin olmam qani? Oltin olmam. Nima bo'lyapti? Qo'rqyapti, do'stlar. Qo'rqyapti. Oltin olmayman. Do'stlar. Boshlanyapti. Tepada nimadir bo'lyapti. To'xtalarni chiqib turaman, mana qilib olay. Şurada o'tirib tura olaman. Bu yo'llarni o'qib turardim. O'tlayapti hali. Menimcha o'tlayapti hali, chiqmay turish kerak. Do'stlar, kim qilgan bo'lishi mumkin? Men boyagi eshikni ochib ana eshikni ochib chiqib ketgan paytim ana shu paytda boshladim. Shu to'xtab turinglar. Do'stlar, menimcha nima bo'lyapti ekan adashxonada? Qattiqdan hozir ketdi. Mana tagi tugmalar ham buzilib ketdi. Tashqariga chiqamizmi, chiqmaymizmi? Tashqariga chiqib ko'raylik mana. Voy, qishlog'im. Voy, do'stlar. Voy, nimalar bo'lib ketdi? Voy, qaranglar, shuncha qishloqlar shaharga ko'chib ketdi. Men esa bu yoqda. Voy. Voy. Meni bu yoqqa qanday chiqaman? Yo'qda qaranglar, bo'lganmi o'tirganmi?
Voy canım. Vallahi lekin shuncha qishlog'imiz qishlog'imizni ta'minlashsa menimcha va mana bizni qishloq ta'mirlashdi. Hozir qishloqlarda oldiga borib so'raymiz. Qanday narsa bo'lganini ular aytib berishadi. O'shandan keyin portlab ketgandan keyin borku qishloqlar qaytib keldi. Keyin ustalarni chaqirtirdik. Qishloqlar men obunachilarimga aytib ber nima bo'lganini. Sizlar shaharga ketib qolganinglardan keyin men bir o'zim qolib ketdim, lekin ustalarni chaqirtirib qishloq ta'mirlatdik. Ha, biz shaharga ketib qolgan edik. Keyin bu yoqqa ustalarni chaqirdik, telefon qilib bu yerga aytdik. Keyin esa men qishloqda ustalarni chaqirib, qishlog'imizni yaqindan ta'mirlatdim. Bu yoqqa kel, bu yoqqa orqamdan aytib beraman. Hop. Siz borib turing, amaki. Keyin esa ta'mirlatgandan keyin biz qishlog'imiz yaxshi bo'ldi. Yana ko'chib keldik va yaxshi hayot kechiryapmiz. Oradan bir yil o'tdi, lekin biz bir yil shaharda yashadik, lekin shahar yo'q ekan, o'zimizni qishlog'imizni sog'inib ketdik. Men ham shaharga borib keldim. Men ham shaharga bordim. O'sha yerda yashadim. Mana bu qishlog'im ta'mirlangancha keldim. Ha, seni ko'rdim, G'anotda shaharda yashaganingni. Ha, o'sha payti shaharda bordim mana. Men bitta o'zim qolib ketdim-da, qishlog'imiz yomon vayron bo'lib ketdi. Ha, ko'rdim, kelib ko'rdik. Ustalar ta'mirladi-ya bir yil. Ha, ta'mirladi bir yil. Lekin toza uzoq vaqt bizni qishlog'imiz ta'mirladi. Ha, bizni qishlog'imiz katta-ku, boshqa qishloqlardan. Ha, bizni qishlog'imiz dunyo bo'yicha 2-o'rinda turadi. Shuning uchun bizni qishloqni portlatishgan. Ha, to'g'ri, bizni qishloqni portlatishgan. Bizni qishloq 2-o'rinda turgani uchun portlatishgan. Hozir 3-o'ringa tushib qolibmiz. Ha, 1-o'ringacha chiqamiz hali. Ha, albatta. Bu yerda oldiga borib kelaylik, to'xtaylik. To'xtaylik. Ana meni haqqimni berasizmi? Seni haqqing ertaga beraman. Hop. To'xtaylikmi, sehrgar amakini oldiga borib kelaylik. Nega sehrgar amakini o'zi. Assalomu alaykum, sehrgar amaki, hali shu yerda turibsizmi? Yana shu yerda turibsizmi? Ha, o'zim to'la chaqirib ketdim. Akkancha sen yerda kreativ davlat bordik, o'shada pulini berasanmi? Ha, beraman. Ertaga mendan pulimni olay, haqqimni ishlagan pullarimni olay. Ha, bo'lmasa hop. Bola ko'zinglarni. Bo'lmasa shu joyigacha videoni tomosha qilgan bo'lsangizlar, like va obunani bosib qo'yamiz do'stlar. Biz narigi yilgacha 10k bo'lishimiz kerak. Shuning uchun like va obunani bosib qo'yinglar. Bo'pti. Xayr.